Bugun jamoatimiz bilan biz Buxoroy sharafda tarix va ma'naviyatga boy bo'lgan sayohatni uyushtirishga qaror qildik. Saharning har bir qadamida o'tmishning nafasini his qilishligimiz aniq. Turgan joylaringiz Buxoroy Sharif deb aytiladi. Ya'ni Buxoroy Sharifda sharif maqomi berilgan. Sharif degani shon sharaf, sharofatli degan ma'nolarni bildiriladi. 10-asrda yashab ijod etgan Abu Hafs Kabir tomonidan ya'ni sharif maqom berilgan ekan. Biz deymizki Samarqand sayqali ro'yi zamin has, Buxoro qubbatul islomiddin has. Ya'ni Samarqandda asosan tarixiy obidasiga bezak berilgan bo'lsa agar, Buxoroy Sharifda islomni ana shunday bir dini diyonat qilgan shu kishi Abu Hafs Kabir tomonidan berilgan ekan. Ya'ni hozirgi kunga qadar o'sha davrdan to hozirgi kunga qadar Buxoroda ko'p millatlar yashaydi. Masalan, o'sha arablar bosib olingandan keyin arablar, hindular, tojiklar, qirg'izlar, tatarlar, ruslar, ya'ni ko'plab ana shu millatlar yashagan. Chunki Samoniylar davrida, Shayboniylar davrida, ya'ni Mag'idlar davrida poytaxt Buxoro bo'lgan. Faqatgina o'sha Timuriylar davrida poytaxt Samarqand bo'lgan. Shu uchun ko'p millatlar yashaganligi uchun arablar bosib olingandan keyin Madinatut Tujur deb aytilgan. Ya'ni savdogarlar shahri deb aytilgan Buxoroy Sharifni. Ana eski shahar ana shu Bolo House-dan boshlanadi-yu, to Labi House-gacha. Hozir Labi House-gacha boramiz, faqatgina o'sha piyoda yuramiz, peshkom yuramiz. Yana 1,5 kilometr yana yurishimiz kerak. Buxoroda ya'ni 11 ta darvoza bo'lgan, 12-darvoza Ark darvozasi hisoblanishgan. Har bitta darvoza nomlanishgan. Ana bu darvoza esa ya'ni Registon darvozasi deb aytiladi. Arkning o'zida ikkita darvoza bo'lgan. Orqa tomonida ham darvoza bo'lgan, u darvoza esa saqlanib qolmagan, to 16-asrgacha xizmat qilib o'tirgan. Suv bo'lmagan, o'sha hovuzdan suv olishgan, ichishga ham, tahorat qilishga ham, otlarni yuvish uchun ham ana shu suvlardan foydalan. Hovuzlarning oldiga boraylik, keyin alohida tushuntirib beraman. Ana bu kirgan joylaringiz Jomi masjid deb aytiladi. Jomi degani jamoa, jam degan ma'noni bildiradi. Arkning o'zining ichida 3 ta masjid bo'lgan vaqtida faqatgina bittasi saqlanib qolgan. 1702-yilda, ya'ni Ashtarxoniylar davriga tegishli bo'lgan Jomi masjid saqlanib qolgan. Shirin Murodov tomonidan oynakorlik, yog'ochli oynakorlik qilib yana bezatilgan ekan tepa qismini. Muqarnaslar qaranglar, keyin esa ana shu ustunlar ham haqiqiy o'zining ustuni, qayrahochdan qilingan ustunlari, pastdagi qismi esa marmari, G'azg'on marmardan qilingan, Nuratollik ustalar tomonidan. Ana bu yog'och bilan mramorning orasida tuyaning po'stini, junini qo'yishadi. Ya'ni siljimasligi uchun va bir xil to'xtamdan namlikni o'zida saqlab qolishi uchun. O'sha mahaldagi. Yo'q, bu eski. Bu eski hammasi. Ana o tomonda esa kichik Qur'onlarni ko'rishimiz mumkin. Bu kichik Qur'on kitoblar, ya'ni safariy Qur'on kitoblar deb aytiladi yoki bag'ali Qur'on kitoblar deb aytiladi. Ya'ni kimda kim o'sha paytda safarga borsa, o'sha kichik Qur'on kitoblardan foydalanishga, ya'ni ana bu joy taxtxona, marosimxona o'tkaziladigan joy. Ana bu taxt o'zi 1699-yil, ya'ni Nuratollik ustalar tomonidan G'azg'on marmardan qilingan taxt. O'zining haqiqiy taxtdan shu mramori bor-ku, o'zining taxtdan shu mramor. U kursga qo'yilgan, hozirgi kunda rasmga tushish uchun. Ana shuni ustida yana oq giz qo'yiladi-yu va ko'rpachalar tashaladi. Ana shu yerda taxtga o'tkazish marosimi shu yerda bo'ldi. Ana ahamiyat bering, ana shu ikkinchi ustundan to oxirgi ustun, 6 ta ustun haqiqiy ustun. Qolgan ustunlar esa qaytadan ya'ni yasagan. Ana bu tomonda qaranglar, yana tosh davriga tegishli bo'lgan buyumlar. Ya'ni tosh davri 3 davrga bo'linadi. Paleolit, mezolit, neolit. Ya'ni eng so'nggisi neolit, yangi tosh davri. O'sha paytda ya'ni ov qilish jarayonlarini yoki yashash jarayonlarini, yoki hayvonlarning ta'sirini g'orlarga uyib yozishgan. Ana shunaqa holatda. Masalan, qaranglar, o'sha paytda odamlarni kichik qilib chizishgan, ya'ni hayvonlarni katta qilib, yana shu paytda g'orlarga yozib chizishgan. Hozir bizga lapatka o'rnida ana shunaqa holatda foydalanishgan o'sha davrda. Ya'ni yog'ochdan qilingan, suyaklardan qilingan chaqmoq toshlari. Keyin esa o'sha paytda odamlar chaylalarda yashashgan.
Chaylalarda Bunday, ovchilik hamda baliqchilik bilan yana shug'ullanishgan. Buni qayerdan bilamiz chaylalardan yasaganini? Bronza davriga tegishli ekanida. Aynan chayla qolmagan u. Qanday Qazishma ishlari olib borishgan. O'sha nimasi bo'lsa ham qoldiqlari chiqishgan. O'sha yondiriladi-ku, kunlarni ham pastga ya'ni qazishma jarayonlaridan topib olishgan. Arxeologlarimiz qazishma jarayonlaridan qabrlarni ochganda, ya'ni topib olishgan erkaklarning qabrlaridan chaqmoq toshlari, nayza uchlari, kamarlar, taqinchoqlarni topib olishgan. Ayollarning qabrlarida ham taqinchoqlar, bronza oynalari, anafida xudolarni, ya'ni quloqlarda saqlaydigan sirg'alarni ham topib olishgan. O'sha davrda ya'ni o'ylashganki, buyumlar bilan dafn qilishgan, u dunyoda ham hayot borligiga ishonishgan. Shu uchun o'zlarining kiygan narsalari bilan asrlarga to'g'ri keladi. bu miloddan avvalgi ana shu 4-5 ming yilliklarga to'g'ri keladi. Birinchi miloddan to bizaga qadarda donash birinchi 3 nima chaqib bo'lgan-ku 2 ming yilliklarga to'g'ri keladi. 1-ming yillar. Yozilgan hammasi. Bu kabapo'sh, kisva deb aytiladi. Bu o'sha kabapo'sh yopinchig'i, Kapatullohning yopinchig'i. Qarag'ay, kiradigan joyini yarmi. Amir Olimxonda, ya'ni sovg'a tariqasida berilgan. Islom Karimovniki ham ko'rgansizlar, Al-Buxoriyda Islom Karimovga sovg'a berilgan. Ya'ni o'sha qurbonlik bo'lgan paytda ham Amir Olimxon o'sha paytda ko'p tillolar bergan, sovg'a salomlar berishgan. O'sha paytda ham pul ajratilganligi uchun katta qismini, ya'ni Amir Olimxonga, ya'ni tuhfa qilib berishgan ekan Kapatullohni. Yana bu yerda ham Fath surasi yozilgan. O'sha paytdan to hozirgi kunga qadar yana saqlanib kelmoqda. Kapapo'sh. Pragudin-Gorsk orqali olingan rangli fotosurat Amir Olimxon. Amaldor Amir Olimxonning rasmi. Amir Olimxon 1881-yilda Navoiy shahrida Karmanada, ya'ni dunyoda keladi. Ya'ni ish faoliyatini o'sha Karmanada birinchi hokim lavozimida bo'lgan. Otasi bu yerda amir bo'ladi. Otasidan keyin yana bu yerga kelib, yana amirlik vazifasini bajaradi. 1911-yildan to 1920-yilgacha. Keyin esa oxirgi umrini esa Afg'onistonda, Qobul shahrida ya'ni o'tkazadi. Yana oxirgi damlarda yana ko'zi ojiz bo'lib yana vafot etadi. Bu taxt ya'ni ko'chma taxt hisoblanishadi. Bronza usulida yurtirilgan. Yana boshqa saroyda bo'lsa, ovga chiqsa agar, ana shu ko'chma taxtdan foydalanishgan. Bu originalimi? Original. Nariyadagi haligi suratga tushgan. U surat shu. Bu esa tonlari, haqiqiy tonlari, ana bu tonlari, zamindo'zi, guldo'zi tonlari faqatgina o'sha marosimga o'tkazish jarayonida o'sha zardo'zi, zamindo'zi tonlarning tagidan, ya'ni 6 qavat yakta kiyishgan, salobatli ko'rsatish maqsadida. Yana qaranglar, sizlarga 11 ta darvoza bo'lgan deb aytdim. Ana shu darvoza ana bu qal'a bilan o'ralgan bo'lgan. Hammasi 16-asrda qurilgan. Ana shu 114 ta hovuzlar bor anaqa. Ko'klari hammasi hovuzlar. O'sha 16-asrdan to hozirgi kunga qadar, ya'ni ikkita darvoza saqlangan. Talipoj darvozasi hamda Qarako'l darvozasi. O'sha darvozalar orqali buriladigan yo'l bo'lgan. Masalan, Mozori Sharifda Tojikistonda buriladigan yo'l bo'lgan. Qarshi darvozasi orqali Qarshi shahrida buriladigan. Samarqand darvozasi Samarqand, Toshkent ana shunaqa bo'lgan. Qarako'l darvozasi orqali, ya'ni haj safariga buriladigan yo'li bo'lgan. Ana bu joy qarang, ana bu ark. Faqat ana bir qismigina saqlanib qolgan. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek madrasasini ham ziyorat qildik. Bu madrasa Temuriylarning avlodi yoki nevarasi bo'lgan Mirzo Ulug'bek bobomiz, astronom, faylasuf va ilm fanda o'zini yuksak hissasini qo'shgan shaxs hisoblanadilar.
shuningdek Mir Arab madrasasiga tashrif buyurdik. Bu madrasa islom ilm fan madrasalaridan biri bo'lib, bugungi kungacha o'z faoliyatini yurgizib kelmoqda ekan. Ortimizda turgan bu minora-i kalon deb nomlanadi. Bu minora eng katta minora degan ma'noni anglatadi. Bu minora 11-12 asrlarda xuddi O'zgan shahridagi minoraning zamondoshi qatori hisoblanadi. Ya'ni bu minora 11-12 asrlarda qurilgan. Bu minora Buxoro shahrining vizit kartasi hisoblanib, bu minorani ko'rgani butun dunyodan turistlar, ziyoratchilar kelib, o'zlarini hayratlarini yashirisha olmayapti. Azizlar, shu bilan bizning bugungi Buxoroga bo'lgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu ziyoratlarda biz shon sharafga ega bo'lgan tarixlarimiz bilan bir sira tanishib chiqdik. Bizning maqsadimiz o'zgan yoshlarini nafaqat bilim salohiyatini oshirishlik, balki ularni o'zimizning tarixiy qadriyatlarimizni o'rganishligi va yana qolaversa butun jahon miqyosidagi imtihonlarga, olimpiadalarga qatnashishlikdan sababi u yerlarning tarixlarini, madaniyatlarini ham o'rganishlikdir. Mana shunday safarlarda biz bilan hamroh bo'lgan ota-onalarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa, o'zganimizda qolgan boshqa farzandlarimiz ham mana shunday yutuqlarga erishishlikka haqli deb o'ylaymiz. Keyingi safarlarda siz ham o'z farzandlaringizni yutuqlarini ko'rishlik uchun bizning safimizda bo'lishingizni umid qilamiz.